kecha bir qo'ylarni narxini ko'ray deb o'sha qo'y bozoriga chiqqan edim. Qaysi bozorligini aytmayman, lekin qo'y sotadigan qo'ychilarni, mana bu qo'y bilan shug'ullanadigan salgina insofli bo'lsanglar juda ham yaxshi bo'ladi, chunki bular nayranga yana bittaga ko'payibdi. To'g'risi bir videoga ham olmoqchi bo'ldim. Ey qo'y dedim, shuni hammaga yomon ko'rsatmay shu odamni dedim, insofni o'ziga bersin. Qo'yda bilsangiz, yoshi qarirog'ini tumshug'i oqarishni boshlaydi o'zi 8 ga yaqinlashib borgandan keyin mana bu tumshug'i oqarib o'zi qariligini bildiraveradi. Bularda ham o'sha tumshug'idan oqarib kelaveradi qarigandan keyin. O'shani olib chiqib, chakkaga olib chiqib, mana bunaqa sepadigan kraskani olib, mana bunaqa 15 minglik kraska bor-ku, sepadigan qora kraskani olib, tumshug'ini bo'yab qoraga bozorga yana olib kirib, mana shuni qilib sotadi-da. Qo'y olguncha juda ham ehtiyot bo'linglar. Ko'pini o'pkasi tomon bo'ladi, ko'pi ko'zi ko'r bo'ladi. O'sha narsalarga yaxshilab e'tibor bering. Ko'pini tiq yoradi ular. O'sha olayotgan vaqtingizda yaxshilab e'tibor bering. Iloji boricha ko'zlarigacha e'tibor bering. O'sha ko'zini ikki tarafidan sal qo'lingiz bilan bunday qo'rqitishga harakat qilsangiz ham o'zi bilinadi. Qo'y ko'r yo ko'z ochiqligi. Ko'p qo'ylar o'sha ko'r bo'lib chiqibdi. Keyin o'sha o'pkasini urib ketgan, ko'pi o'pkasi tomon bo'lgan. O'sha o'pkasi tomon bo'lgan qo'y o'zi shunday turgan joyiga qarasangiz, ichini uriyotadi. Tinimsiz. Mana shunisiga ham e'tibor berib, yaxshilab qarab olinglar. Endi hech kim ko'chadan pul topib olib borib qo'ya olmaydi. Hamma ishlab, mehnat qilib, pul yig'ib, kimdirlar o'sha 2 dona qo'yga qancha ishlab pul yig'ib oladi. Lekin sotuvchilarga ham aytaman, sal insofli bo'linglar. Xalqni unaqa ko'zini o'ymanglar. Bunaqa pul baribir yuqmaydi, o'zlaringga ham, oilalaringga ham unaqa pul yuqmaydi. Shuning uchun qo'yni hech kimni allamasdan, kasalmi kasal deb soting, sog'lommi sog'lom deb soting.